Subscribe kanali bo'ldi. Hozir siz bilan mana bu aylanagi narsa futbol mana aytasizlar-ku, ana shu aylanalarni to'rtburchak qilishni o'rganamiz. U uchun birinchi navbatda nastroykaga kirib olamiz. Nastroykaga kirib olamiz. Hozir menga nastroykaga kiryapti. Mana nastroykaga kirgan payt mana touch degan joyga bosamiz. Bosganingizdan keyin mana sleep controls ana shuni yoqamiz. Keyin kontrollar bo'limiga, ana shu kontrollar bo'limidan mana birinchisi hide control hints ni bosamiz. Keyin chiqamiz. Qarabsizki, mana bu kursor plyuscha bo'lib qoldi.